Sir saqlashni o'rganing. Boshlagan ishingiz, qilayotgan rejalaringizni noto'g'ri insonga aytsangiz, uni negativ energiyasi sizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onangiz, yaqinlaringizga aytsangiz, ular siz uchun xursand bo'lishlari mumkin, lekin o'xshatarmikin, agar o'xshamasa siqilib qoladi degan xavotirlar ham sizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yomon xabarlaringiz ham sizni yaqinlaringizni xafa qiladi va ularning bu holati sizni negativ vibratsiyaga tushirib qo'yadi. Boshqa insonlarga esa sizni yomon xabarlaringiz keragi yo'q. Kimdir xursand bo'ladi, kimdirga esa sizni muammolaringiz umuman farqi yo'q. Demak, har taraflama sir saqlash sizga foydali. O'z maqsadlaringiz tomon jim harakatlaning, natijasi shovqinli bo'lsin. Og'ir damlaringizni yolg'iz yashab o'ting va bu narsa sizga katta ichki resurs beradi. Natijada siz hech kimga tayanib qolmaydigan, mustahkam irodaga ega shaxsga aylanasiz. Aynan shunaqa sog'lom ruhiyat va ichki tayanchga ega insonga aylanishni istasangiz, men sizni 1-sentyabrda boshlanadigan Shukrona marafonimga taklif qilaman. 30 kunlik darslik haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda dars so'zini yozib qoldiring.